soz bojxonani bir ikkita dokumentlari bor edi, shunga Hub Soland asosiy Solandga keldik, Bielefeldga. Mana mashinani dokumentlarini topshirdik. Hozir 5-10 minut kutamiz, mojit chiqadi. Shuni kutib o'tiribmiz. Hozir chiqsa bu mashinani xudo xolasa bugun erta Paragvayga jo'natib yuboramiz. Hozir mashinani polni tekshirishyapti, seriya nomerlarini ham. Gerekli pasoqni. O'zimni dampalarni olib kelaman deb chiqib ketdi. Hozir kelsa, agar videoga olishga ruxsat bersa ko'rsatamiz-da. Shepda o'zi turibdi. Motor ham V6 4'lüydü. 4 dedim, 4. Germaniyada mashinalar ko'pligi uchun katta bo'ladi u nomerida. Oqtarib balon saydan zo'rg'a topdi. Hozir ko'rsatdim, ozgina ruxsat mumkinmi olishga, mumkin emasmi? So'ramam o'tirmasdan yubordim. Endi ko'ramiz hozir. Yana olib kirib ketdi, dokumentlarni ko'rib chiqadi. O'g'il qiladi. Sherik, keyin qolganlarini sekin-sekin ko'rsatib boramiz keyingi videolarda. Like, podpiska bosishni unutmanglar. Prosmotr bo'lyapti, lekin like videosiz bo'lyapti, nimasiz bo'lyapti, podpiskasiz bo'lyapti. Obuna bo'lib qo'yinglar.